Feruz opa, boya kelgan o'zingiz onangizlarmidilar? O'zim onamlar endokrinologga olib keldim. Covid paytida, Covid o'tkazganlaridan keyin tizzalarida minsk yirtilib, artroz kuchayib ketdi va oyoqlari og'riydigan bo'ldi. Kam harakat bo'lib qoldilar. Shundan keyin birdan vazn yig'ishni boshladilar. Keyin o'sha qo'shimcha vazn hisobiga ham qon bosimi, ham oyoqlarga yuklanish kuchayib ketdi. Endi hozir ko'p harakat qila olmaydilar. Biz ozdirish uchun hozir ozdiradigan ukol qilishni boshladik. Analizlar topshirdilar, hamma tekshiruvlardan o'tib, to'g'ri kelarkan ukol boshladik. Bu ukol bilan haftasiga 3 kilo 4 kilodan vez tashlasa bo'ladi. Faqat vrach kontrolida bo'lishi kerak, chunki metabolizm kuchayadi bu paytda. Ozgina ishtaha markazlari yopiladi. Nazoratda bir haftada bitta qilinadi. Hozir endokrinologimiz Chexiyadan yevropeyskiy preparat olib kelganlar, o'zlari Chexiyada vrach bo'lib ishlaganlar. Shuning uchun bularga ishonaman, bularga olib keldim onamni. Yosh katta ayollarimizda, ota-onalarimizda, dadalarda, onalarda ham xuddi shunaqa moddalar almashinuvi susaygan bo'ladi, yosh kattalashgan sari va bundan tashqari ularda gormonal tushish bo'lganligi hisobiga ozish prosesslari juda ham sekin kechadi yoki qiyin bo'ladi. Dietada ham ozolmaydi ular. Bu insonlarni nazoratda, faqat shifokor nazoratida ozdiradigan qo'llardan foydalanish mumkin. Bizda juda ham yaxshi endokrinologimiz borlar, murojaat qilsanglar bo'ladi. Endokrinologimiz istora hajjanini qabullariga yozilish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.